ichki ishlar organlari o'zi hamma buni yaxshi biladi, jiddiy yo'nalish. Chunki har bir O'zbekistondagi tinchlik, xotirjamlikni shular o'zlarining bo'ynlariga olib doimo nazoratda bo'lishadi. Bizni ichki ishlar organlari bilan gaplashib ko'rmagan odam bilmaydi. Qanaqangi bir bag'rikeng insonligini ular. Ko'chada GAI xodimlarimiz bor, ichki ishlar organlari hammalari bilan suhbatlashgan odam o'zi bilib oladi qanaqangi darajada bizda aqliy bilim, dunyoqarash kengligi. Tim bolli bizni MMA sporti ichki ishlar huzuriga o'tdi. Bundan juda ham xursand bo'ldim. Sababi ichki ishlar organlariga bog'liq bo'lgan qanaqa sport bo'lishidan qat'iy nazar rivojlanmay qolmagan. Shu paytgacha rukopashni bo'yidan dunyoda bilasiz, nechta bizni jahon chempionlarimiz bor. Boyvoy sambo masalan, nechta jahon chempionlarimiz, necha karra bo'lib ketgan har bitta. Ichki ishlar organlarining huzurida bo'ldimi sport, xudo xolasa rivojlanadi. Bundan hech shubham yo'q.